ikinci qism. Mihray hadab Gulchehraning ayiblari to'g'rilib, qusurlab so'zlaydi. Manga olam cho'rgilayotgandek tuyulib, Gulchehraga bo'lgan g'azab nafratim bargancha ulg'aymoqda edi. Mihray yinimizga biroz yaqin kelishi bilan gapini to'xtatib, parangning temisini boshqa yoqqa buraydi. Uzun o'tmay Gulchehra ritmliq dasab palampaydan tushdi. U qo'lida gulga suv chachirgan kichik suv pompasini ko'tarib olgan bo'lib, bino ichiga qo'yilgan cho'ng tashtaklik gullarga takshi suv purkmoqda. Purkigan suv tashtakdagi gullarning yop-yeshil yupurmoqlaridan sirg'ib, tashtak atrofini bo'sh ho'llamoqda edi. U bir tarafdan gulga suv purkigach, yana bir tarafdan binoga kirib kelgan xizmatdoshlariga adab bilan salom beradi. Har bir qitim salomga engishganda holrang lavlarida tabassum jilvilnatdi. Yenimda hadab Gulchehra g'ayvitini qilayotgan Mihray go'yo g'ayvit qilinayotgan Gulchehra emas, balki uning bilan qilchi munosabati yo'q boshqa bir odamdek pozitsiyasini bir tilla o'zgartdi. "Yey Gulchehra, go'zallar gulga amroq keladi-ekan-a? Kunda idoraga kirib chiqib yurganimiz bilan gullarni sug'urib qo'yish sizdan boshqamizning xiyoliga kelmabdi desa?" degenicha saxti hijaydi. Gulchehra Mihrayning gapini anglamadimi yoki anglasimi, javob bergisi kelmadimi va yoki mening Mihray bilan turg'unimga tarliq keldimi, ish qilib Mihrayning boyiq so'zlari javobsiz qoldi. Men Mihrayning birdamning ichida xamilyondek har xil o'zgarib bo'lganiga qarab bir tilla sagaklashdim. Qizishgan qonlarim asta-asta sovib, yenimda to'xtamay Gulchehraga bir nimalarni deb bildirlayotgan Mihrayni tashlab, gimnastika maydoniga chiqib ketdim. Gimnastika tugab, ishxonaga kirib ketkichi orliqda Mihray Gulchehrani xizmatdoshlar oldida o'sal qilmay, tagsiz uyg'ib etib qolganimni ko'rib, bir necha qitim mo'ramdan noqib qo'ydi. Ishxonaga kirgandan keyinmi boyiqa holatimni qo'rqinchoqlikqa chiqarib, xeyli uzun so'z qildi. "Boyi Gulchehrani titmi-talon qilib etadiganday gurkiravatdingiz, birdamda yeli chiqqan to'pdek bo'shib ketdingiz-ku. Mushuna qilayversangiz qo'soq ko'pikingiz chiqmaydi-jumu?" U nishonga dal vaqtida hujumga o'tmaganimni ayblab avara. Men bo'lsam, murakkab ichki hissiyotning tar ko'chisida qapsilib, oksigensiz bo'shliqda nafas ilishdan qiynalib. Hay, bu qanday mijoz xuluq bo'lgani? Mihray ikkimiz har kuni 8 soat bir-birimizga qarashib o'ltirib xizmat qilish jarayonida uning bu qadar xamilyon suma mijozi borligini farq etmagan ekanman. Oiladagi ishlari haqida paranglashib qilishga to'g'ri kelganda, uning so'zimdan biror qusur tepib, o'z gapini to'g'riga chiqaradigan mijozining borligini bilganim g'o'ras. U ba'zi kunlar mendan atdigan nima tomoq atganligimni so'raydi. Shu guruch bilan tuxum va yoki mo'mi bilan qo'rima atganligimni esam, degan gapimga ulapla zangliq aralash so'zlashga boshlaydi. Uningchi bo'lganda odam atiganlik nashtada manti yeyishi, mo'mi bilan qo'rimini tushlik tomoq yeyishi kerak. Tong saharda shu guruch ishgan odamning kallasida masala bor. Chunki atdiganda suyuq salang tomoq yegan odam tushkicha ochliqqa bardoshlik bera olmaydi. Tuxumni suvda pishirib yegandan qo'rib yegan yaxshi. Uning yana kiyinish, yasinish jihatdimi o'zgacha qarashlari bor edi. To'nglatqining muzlatish ishkabiga qipidan chiqmagan paypoqni selib qo'yib to'nglatib kiysa yirtilmaydi. Uningchi bo'lganda chash qo'yib bergan ayollarning jamiyatda haqqi beradigan ta'siri yomon. Shu ko'z qarashdan bo'lsa kerak, u 360 kun chechini tüp-tüz kayniga qaratib tarab, cho'qqisiga mo'midek tugib oladi. Uning turmushdagi eng inchki ishlargacha qattiq ramka bekitib olishlaridan o'zimni bek harg'in his qilatdim. Kechqurgacha bir kunning o'tmiki menga basi mushkul tuyuldi. Qilgan ishimning bir nechasida hadisli xatolik ko'rilib, ishxonaga ish bajargili kelganlarni hayron qoldirdim. Bir necha kun ro'yi holatim go'yo doriya olgan beliqdek o'tib ketdi. Mihray jimg'ur turqimdan ajablanib, gap ko'chilab boqatdi. Oqshimi bino uyning derazasini ichib yetib, cho'nqur xiyolga g'arq bo'lganimcha ko'k qarada sho'ng'iyotgan oyog'i boqatdim. Majnuntal yupurmoqlarining salkin shamolda bo'sh shildirlagan ovozi sezgilarimni g'idiqlab, o'tib ketgan ishlar bir-birlab
ko'ngil ekranimga soy tashlamoqda edi. O'ylab baqsam, Mehray idoraga yetkilib kelishdan ilgari Gulchehra ikkimizning o'ttirisida biror qitim datalash bo'lib baqmagan. Munosabatimizmi normal edi. Xizmatdan sir turmushimizgacha o'zaro ko'ngil bo'lishib o'tatdik. Mehray qachon idoramizga yetkilib keldi, shuningdan beri oramizda ko'rinmas hang paydo bo'ldi. O'tgan ishlarni tahlil qilib, o'zimni Mehray tarafidan foydalanib ketilgandek sezishga boshladim. Qalbimda pushaymon o'ti yenib, uningdan kechirim so'rash niyatida telefonni qo'limga oldim. Konubgani necharat besib bo'lib, gapni qandoq boshlashni bilolmay, ishtikli qo'yivatdim. Erim Ablatning Urumchiga uzluksiz tarbiyaga ketganiga yarim yildan oshgan. Men yo'liqqan o'ng'ishsizliklardan bexabar edi. Tun kechida uyan o'rilib, buyan o'rilib yetib, oxir oradagi o'qishmaslikni tugatishning muvaffaq usulini topdim. To'g'ri, ati Navro'z bayrami. Men bu kunni g'animat bilib, uningga sovg'at bergach, ko'ngildagi tugunni yeshay. Uningga nima sovg'a qilsam bo'lar? Ati uni Billa Navro'z eshi ichib kelishga taklif qilgach, xotin atlisidan bir kiyimlik elib oldiga qo'yay. Ko'nglimning eng nozik pinhoniga yoshiringan ichki sirlarimni uningga to'kib, yarishib olay. Men shularni o'ylab yetib, yelkamga ortilgan cho'ng qo'ramtash g'ulab tushgandek yenik tindim. Jahonda nima yugurik desa, ko'ngil yugurik degan rost gap bo'lsa kerak. Bu aql kallamga kelishi bilan ko'ngil qushum shahrimizdagi eng dangliq savdogar ismining kaynida Xotan laqami familiyasidagi o'zlashib ketgan Patugul Xotanning do'koni oldiga qo'ndi. Mehray ikkimiz Patugul Xotanning do'koniga xo'shal xo'ram kirib keldik. Do'kon temiga har xil dangliq markadagi shifon, duxa va atlas esilgan Patugul Xotan tashnimi ertivatkidek tatliq muomalasi bilan ikkimizni qizg'in qarshi oldi. Gulchehra, Chinomadosh, bugun sening degining hisob, qaysi raxtni xo'p ko'rgan bo'lsang tanlab ol, tanlash sendan, chiqim qilish mendan. Gulchehraning chehrada kulki parlagan, nozik qo'llari raxtlarni silash bilan banit. Ko'zlarida hayajon yoshlari o'ynaqshimoqda. Bu atlasni kuygim bor, dedi u uzoq tanlashdan keyin bu yil yangidan to'qilgan atlasni imo qilib. Undaq tishkimizga bir jup setib olay. Shahrimizdagi eng danglik saypon Xolidaga tiktirayli. Ishkimizni ko'rolmagan hasadxo'rlarning yuragi yog'di qo'rivatgandek etishib ketsin. Gulchehra ishkimiz danglik sayponning chivar qo'lida putib chiqqan atlasni kiyib, qip-qizil egiz poshnaliq oyoqimizda mag'rur qadamlar bilan taqildab dasab, qo'ltiqlashganimizcha yo'lda ketyapmiz. Ba'zilar hasadda, ba'zilar hayratda qarashmoqda. Ikkimiz kulki chaqchaq ichida idoraga kirib keldik. Xizmatdoshlari yangi kiyimimizni, bo'libmi do'stligimizning asliga kelganini og'ziga tegmay muboraklashmoqda. Mehray o'ngib tatirib, yelkisini zardi bilan qoqqanicha yenimizdan ketib qoldi. Gulchehra ikkimiz bir-birimizga ko'z urishtirganimizcha qaqaqlab kulib ketishdik. Tamburning ziltaridek suzuk ovozimiz bino temiga zarb bilan urilib, aks sado bo'lib yangramoqda. Xiyolim qanotlanib mush yerga kelganda, xiyoliy kulka teshimga tepib chiqib, huzurlanib kulib ketdim. Kecha tushimda Gulchehra bilan yarishib qelish uchun uning nurg'un ko'ngil tushuntirib chiqibdiman. Sahar uyg'onib tushimda deganlarimni g'uva asliyaladim. Atdigan ishqi beribla ko'zlarim Gulchehrani har tarafdan ixtiyorsiz izlashga boshladi. Ammo bugun nemishqidir qayrishqanday Gulchehra idoraga kelay demaydi. Katibdan uning hukumatga bir kunlik yig'inga ketganligini anglab, oqshomdan beri surgan shirin xiyolimning barbod bo'lganligidan ko'nglim lassada bo'lib qoldi. "Mastura?" dedi. Udulimda o'ltirgan Mehray yangi damlagan limon chayini po'lab turib, avaylab so'mirgash. "Bugungi yig'inning nima yig'in ekanligini bilamsiz?" "Bilmayman" degan ma'noda mo'ramni qisib qo'ydim. "Hay, siz toza bir ahmoqda", dedi u shart dedi o'rnidan turib, oldimga kelib.
Bugungi yig'in Munavvar kadrlarini taqdirlash cho'ng yig'in ekan. Oldingi navbat Munavvar baholanganligingizdan Gulchehraning ichi aytishib, sizni orqachilab chiqib yurib qoldirg'izib etib, bugungi sharafga o'zi erishib oldi. Boshqalar sizni o'rg'i ishtirib etib, bexaraman mukofot elivassa, siz chatishingizdan kirinishimib o'ltirdingiz desa, Mehray bir tarafdan so'zlagash, yana bir tarafdan chekamga tushib qolgan chachlarimni tuzashtirgan bo'lib, Gulchehra ustida xeyli jiq gaplarni qildi. Uning har bir eg'iz gapi odamning aytishgan yeriga dal tegadigan, shakar yalatilgan zambarakning o'zi edi. Akşam pushaymonlik peyğanimning o'rnini g'azab nafrat egilab, o'rnimdan das turib ketdim. Put qo'limdan mag'dur qochgan, badanim baskakdek titramoqda edi. Mehray o'z g'alabasidan tantana qilgandek menga yaqin oraliqda turib, chiroyimdek o'zgarishlarni tafsiliy ko'zlab o'tdi. Ikki qo'li belikimga ching yepishgan edi. Kallam bardilla sagib, gumansiragan ko'zlarimni uningga yetkidim. Ikkimizning ko'zlari bir nuqtada kesishdi. Ayollarga tikilib qaragan daqiqada, bo'libmi dal mendek psixikalik buhronga duch kelgan paytda inson vujudi dahshatli silkinishdan qaymoqib, ichki dunyosi psixika jangida attakaga o'tadi ekan. Uning baya Gulchehra ustida qilgan so'zlari dapqi cho'k salgandek dal vaqtida unumini ko'rsatdi-yu, ammo bugun ilgirgidek odam tillab yurmadim. Ko'zlarim chin do'stlik, samimiylik, aqallisi odamiylikni izlab, uning ko'zlarida balqigan saxt kuyinish, heli mikr nuri bilan bir nuqtada xeyli uzun tirkishib turdi. Ko'z nurim irodasizlik pichida erib, Mehrayning bezan ko'zlaridan tarqagan heli mikr dengizida halak bo'lgandala, ichimdan peyg'onim o'rlab, o'rnimdan dasturg'unimcha o'zimni sirtqa atdim. Palanbayning yanida katib bilan do'qorishib qoldim. Mastura, nega aldirab maldingiz? Sizni idora boshliq ishxonasiga chaqirdi, dedi u. Mehrayning falsafasi menda o'z kuchini ko'rsatib, boshliqning ishxonasiga kirgicha Gulchehra chaqqashqa men bilan ayrim ko'rishmoqchi bo'lgan gap degan xiyol kallamda jiddiy hukm surib, ichimda g'azab vulqoni puruqlab qaynashga boshladi. Qadrli anglag'uvchilar, Zo'kraygul Hamudning Zamburug'i nomli hikoyasi bugun mush yerda tamam. İdora boshlig'i Masturani chaqirib, zodi nima demoqchidir? Hikoyaning davomi qiziqsanlar, diqqatinglar davomliq mazmunlarda bo'lsin.